Homiladorim Sirdaryodan kelganlarda, Zulayho deydi, mendan kattalar endi shuning uchun 20 haftaligicha shunaqangi tinch yashayotgandim. Qayerdan ham o'ziga bordim deyaptilar. Qarang. Homiladorda mana bular kesarva bo'lganlar 1 yil oldin, lekin bolajonlari nobud bo'lgan. 7 oylikda qorinlarida bo'lmay qolgan va kesarva qilib olishgan. Mana matkani ko'ryapsizlar, bundoq kelgan, lekin kesarva chokida yaxshi bitmagan kesarva choki. Shuning uchun kichkina bo'lib qolgan. Sirdaryoda 3 tub beribdi, lekin zo'r tekshirar ekan ular ham. Boshqa joyda Toshkentga kelganda noto'g'ri berilgan. Biz ham vaginalni ko'rganimizda 2 4 chiqyapti. Haqiqatan ham xavfli, lekin bunaqa vaziyatda ayol hech qanaqa og'riq sezmayapti. Bu klinikaga bog'liq bo'ladi. Ko'rganmiz, hatto 0,8 mm bilan ushlab turganlarini ham. Bu yog'ini endi vaqt ko'rsatadi. Abort qilamiz, faqat hamma abortga yozyapti. Nechtadir o'g'illari bor, bu nimizda qiz bola. Onasi oldirmoqchi emas, ozgina risk qilyaptilar. Shuning uchun faqat yotoq rejimida bo'ladilar. Chok mana shunaqa ingichka bo'lib qolmasligi uchun sizlarga tavsiyam bor. Kutinglar.